Rulet qilsam yumshoq chiqmaydi yoki o'rayotganimda sinib ketadi degan muammo bormi? Unda shu videoni oxirigacha ko'ring. 6 ta tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Yarim shakarni oqiga, yarimini esa sarig'iga solib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ko'pirtirilgan tuxum sarig'iga yog' va sutni qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Tuxum oqili massamizni ustidan un va razrexitelь bilan ketma-ketlikda solib, bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. 170 gradusda 17 daqiqada pishib chiqqan biskvitlarimizni issiqligida ustiga salofan paket yopib olib qo'yamiz. Kremni xohishingizga ko'ra manda qaymoq, tvorojniy sir va saxarni pudra yaxshilab ko'pirtirib, sovigan biskvitimizga surib olamiz. Orasiga xohishga ko'ra jem, konfilardan foydalanib yaxshilab o'rab olamiz. Ustiga ham krem surib, yanada mazali bo'lishi uchun kokosovый strushka sepamiz va 1 soatga muzlatgichga olib qo'yamiz. Juda ham yumshoq va mazali rulet tayyor. Buni albatta tayyorlab ko'rishingiz shart.